Gormonal narушение bo'lgan, unda kista paydo bo'lganini keyin ginekolog unda UZIda ko'rib, senda kistang bor ekan, uni oldirib tashlash kerak degan narsani. Teridagi dag'allik, teridagi bo'layotgan yorilishlar, sochlarning to'kilishiga har xil vositalarni ishlatishi, ayollik gormonal fonini buzilishi bilan bog'liq deb men har safar videolarda mana shu tomoniga urg'u beraman. Estrogen, estradiol, buyrak usti bezlari ayollarda yoki jinsiy o'sha gormonlarning muvozanati buzilishi, vazn o'zgarishiga, terilarni dag'allashishiga, soch to'kilishiga iste'mol qilishing kerak, o'lchab ko'rib diagnostika qilib, mana bu gormonlarni sozlashing kerak deyiladi. Nastroyeniyasi, kayfiyati, o'ziga bo'lgan ishonchi oshayotganini ko'rganimizdan keyin biz onkologiya degansiz bir oy oldin buyrak usti bezlari, jinsiy gormonlarni faoliyatini yaxshilaydigan maxsus mashqlar berishi mumkin ekanligini, ginekologicheskiy ma'lum bir mashqlar bor. Ularni berib, ham qon tomirlar, ham biologik faol nuqtalarni normalizatsiyaga keltirish imkoniyati bo'ladi. Shunday ekan, gap nimada? Gormonda. Gap nimada? Gormonal fonni sozlash uchun esa munosabatlar bilan ishlash kerak bo'ladi. Hammangizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli kun, azizlar. Bugun sizlar bilan yana bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Ya'ni ayollarda ortiqcha vaznni bo'lishi va ularni o'sha vazn bilan kurashishi, dieta, ya'ni majburiy o'zini o'zi o'sha fitnessda terlashi, lekin ichkarida bir ma'lum bir qarshiliklar bo'lishi haqida. Undan tashqari teridagi dag'allik, teridagi bo'layotgan yorilishlarni mayz bilan kurashishi, sochlarning to'kilishiga har xil vositalarni ishlatishi va mana shularning hammasi tashqaridan, xuddiki u periferiyada barglarini ildizi qolib, barglari bilan shug'ullanishday tushunsak bo'ladi. Nimaga? Ortiqcha vazn, qadrdonlar, bu hozirgi bog'liqlik hammasi ayollik gormonal fonini buzilishi bilan bog'liq deb men har safar videolarda mana shu tomoniga urg'u beraman. Nega? Chunki estrogen, estradiol, buyrak usti bezlari ayollarda yoki jinsiy o'sha gormonlarning muvozanati buzilishi, ya'ni kamayib ketishi yoki ko'payib ketishi ularni badanida ana shunaqa vazn o'zgarishiga, terilarni dag'allashishiga, soch to'kilishiga, suyaklarni mo'rt bo'lishiga, tirnoqlarni ranglari o'zgarishiga, tromblar bo'lishiga, har xil trombozlar bo'lishiga, davleniya, qon bosimini sakrashiga, aritmiya bo'lishi, ishemiya bo'lishi va har xil mana shu qon tomirlari bilan bo'layotgan kasalliklarni hammasini tagida bog'liq bo'layotgan bu gormonal fonligini siz balki eshitgandirsiz, balki eshitib turib, hattoki endokrinologga murojaat qilganingizda ma'lum bir dorilarni olgan, iste'mol qilgan bo'lishingiz ham mumkin. Bunga eng yaqini endokrinolog sizga to'g'ri vositalar, mana bunday gormonlarni iste'mol qilishing kerak, o'lchab ko'rib diagnostika qilib, mana bu gormonlarni sozlashing kerak deyiladi. Juda ham yaxshi bir tomoni. Lekin bu o'sha gormonlarni iste'mol qilganingiz bilan bu sizni ichingizda ishlab chiqariladi-ku. Siz uni yanada dangasa qilib qo'yishingiz, yanada bir odamga tuyani yukini yekinlashsang, umuman yotog'i bor deganda yoki eshakning yukini deymiz-ku. Bizni ma'lum bir hujayralarimiz o'zi ishlab chiqarilishi kerak bo'lgan qalqonsimon bezni gormoni bor. Jinskiy, ayollik gormonlari bor. Ana shu kelayotgan mashg'ulotlarda ayollar bilan suhbatlashganimizda kistani, miomani, ana shu mastopatiyani kelib chiqishlari sabablarini kuzatsak, hammasi asosan ginekologiskiy, ana shu ayollik gormonal fonni buzilishi bilan bog'liq bo'lishini ko'ramiz. Ana undan keyin masalan turmushga chiqishdan oldin men kistani eshitib o'sha UZIda bilsam, sababi uni tanasida emasligini ko'rdim. Uni o'sha stressivoy holatlarda
o'zini yaxshi ko'rgan insoni bilan kelishmovchilik, u tashlab ketishi oqibatida u qattiq stressga tushib qolgan, siqilib qolgan va siqilib qolganida unda gormonal narujeniya bo'lgan, unda kista paydo bo'lganini keyin ginekolog unda o'zingda ko'rib, senda kistang bor ekan, uni oldirib tashlash kerak degan narsani. Yana bittasi, sizda bachadoningizda saraton raki, uni oldirib tashlash kerakligini yoki mana bu metastaza berib yuboryapti, onkologiyaga borish kerakligini. Kelganda 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta ana shunga o'xshagan voqealarni farzandli bo'lganini, kist tashagan degan joyda, kista bo'lgan joyda, kurslarda, mashg'ulotlarda qatnashib, surilib ketganini, badani chiroyli xushbichim holatga kelayotganini, vazn 3 kilo, 5 kilo, 10 kiloga tashayotganini, uni terilari chiroyli holatga kelayotganini, yuzlari tiniqlashayotganini, tirnoqlarim, organizmimda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rgandan keyin, kuzata boshlaganingizdan keyin nastroyeniyasi, kayfiyati, o'ziga bo'lgan ishonchi oshayotganini ko'rganimizdan keyin biz tashqaridan emas, ichkaridan yondashuv qilishimiz kerakligini. Qanday ichkaridan deganda, insonni o'zini yordami bilan ana shu buyrak usti bezlari, jinsiy gormonlarni faoliyatini yaxshilaydigan maxsus mashqlar berishi mumkin ekanligini va shu yerda u diyetani unaqa qilmasdan, majburlamasdan u yoqimtoy va feromon gormonlari ishlab chiqariladi. Undan tashqari qalqonsimon bitta sistema-ku, bitta tizim bo'lgandan keyin jinsiy gormonlar buyrak usti gormonlari bilan bog'liq. Ular faoliyati yaxshilanadi. Oshqozon osti bezi faoliyati yaxshilanadi. Saharli diabetlar, qandli diabetdan chiqish imkoniyati bo'ladi. Timus faollashadi, immuniteti kuchayadi, qalqonsimon bez faoliyati yaxshilanadi. Undagi ana shu injiqliklar, qaysarliklar, yig'loqliklar chiroyli holatga kelishi, uni boshqa o'sha qalqonsimon bez gormonlarining faoliyati yaxshilanishi natijasida unda o'sha bo'qoq so'rilishi, zo'plar ketishi, gipofiz, gipotalamuslar yaxshi faoliyat yurishib, ishtahasi me'yorga kelishi, doim ovqat yeyavermasligi yoki zerikkanda ham bir narsa chaynab o'tirmasligi, stressga tushgandan keyin. Ana shu stressiy holatlar bilan chiqish qanday bo'ladi deganda, qadrdonlar, ayollar o'zini aslligini yo'qotganda, o'zini qanday ekanligini unutganda yoki u bilmaganida va u tashqaridagi munosabatlardan ko'p aziyat cheka boshlaganda, ana shu ichida o'zini qisilib qolganida qattiqlik kelishi, qo'pollik kelishi, dag'allik kelishi natijasida organizm qo'pollik, dag'allik holatiga o'ta boshlaydi va hayratlanadi. Xo'jayin nima qilyapti deb. Endi siz balki hozir buni so'zlar bilan aytayotganimda tushunmayotgandirsiz. Balki men faktiski sizga yetkazib berishim kerakdir, ilmiy jihatdan. Lekin hozir men aytayotgan narsalar meni tajribamda bo'layotgan ishlar. Tajribamizda farzandli bo'layotgandir. Tajribamizda ana shu bepushtlikdan chiqib borayotgan er-xotin munosabatlarida ana shu zagib bo'lib trubkalarida ana shu zagibni operatsiya qildiramiz desa 90% sizga kafolat bera olmaymiz degan joylarda Moskvada shug'ullanganimizda. Aytgancha biz endi 8 yil faoliyatim Moskva, Rossiyani boshqa davlatlarida, Murmanskda, Almaty, Tatariston, Udmurtiya, Nijnekamsk har xil joylarda faoliyat yuritib borib, Ukrainada u payt urush yo'q edi. O'sha yerda ham Kiyevda mashg'ulotlar o'tganimizda ko'plab odamlar bilan munosabatda bo'lganmiz. Va ularni o'sha kasalliklarini, bir buket kasallik, ham vazni, ham teri, ham soch to'kilyapti, ham ichki a'zolarda muammo, ham oshqozon-ichak tizimida bo'layotganda siz unga faqat tashqaridan qancha medikamentlar, qancha dorilarni sarflagandan ko'ra bir marta nazar solib ichingizga, bir marta o'zingizni uyg'unlikka keltirib, ichingizda o'zingiz bilan shug'ullanib, ichingizda gormonal o'zgarishlarni chiroyli holatga solayotganingizni o'zingiz amalga oshirganingizdan keyin ishonchingiz yanada oshadi. Yani shu Navoiyda ham bir shug'ullanganlarimizda bir ayolni metastaza berib onkologiya deganda u UZIda ginekolog hammasini rasmlarga chizib, sizda mabetlarga tarqalib ketibdi, sizda urg'ochisi ekan, bu ko'payib ketdi deydi. Uni ham urg'ochisi bor, erkagi borda, uni ham bitta joyga chiqqani bor, mayda bo'lib ketgani. Ana shunda borib tekshirtirganda oradan 20 kundan keyin qarasaki, sizda ancha so'rilib ketgan. Nima? U bilmagan ham, u ko'p bo'lganda odam
u yana o'lchab ko'rib turib, sizda mana bunaqa ekan, lecheniya qilsa bo'ladi. Срочно operatsiya qildirish kerak degan joyda 20 kundan keyin kelib tekshirtirsa, davolasa bo'lar ekan deb aytyapti. Kim uchundir bu aytadiganimizdek tasodifan bo'lib qoldi. Mana hozir farzandli bo'lgan ayol ham borib tekshirtirsam deyapti, sizda farzandingiz bo'lyapti, homiladorsiz, bachadoningiz toza, siz onkologiya degansiz bir oy oldin. Saraton kasalligi bor ekan bachadoningiz. Yo'q, endi diagnoz almashib ketgan bo'lishi mumkin. Qanaqa gap bu? Diagnoz almashib ketgan bo'lishi mumkin. Almashib ketgan bo'lsa ham agar operatsiya qilib kesib tashlash kerakmi endi uni? Kesib tashladigan joyida u kelib mana bu yerda mashg'ulotlarda shug'ullanib o'zgarishlar qildi. Lekin siz aytishingiz mumkin, "Men kelsam shunaqa qilib davolab qo'yasizmi?" deb. Yo'q, qadrdonlar. Davolab qo'ymaymiz. Biz instrument beramiz. O'sha ayolni o'zi ixlos bilan shug'ullanib, kirishib, o'zi bilan shug'ullangandan keyin so'rilib ketadi. U kuzatib o'tirib, instrumentni bersangiz ham, bersang yeyman, bermasang o'laman degan holatda, agar kuzatib, kutib o'tiradigan bo'lsa yoki mashg'ulotlarda aktivligi juda pasayib ketgan bo'lsa, demak uni avval stressga keltirib qo'ygan, uni o'zini ana shu hayotga bo'lgan dunyo qarashini avval o'zgartirish kerak. Uni miyasi bilan bog'liq. Biz tanasini davolayapmiz. Biz majzlar ishlatyapmiz. Bu asorati bilan kurashish bo'ladi. Uni miyasida. Miyasi nimaga unaqa deganda aytganimizdek, o'zini qanaqa imkoniyatlari borligini, o'zini qanaqangi ajoyib qiz, ajoyib ayol ekanligini unutgandan keyin e'tibor talab, mehr talab, u meni sevmaydi, u meni hurmat qilmaydi, u meni yomon ko'radi deb uni ana shu kovlash natijasida o'zini yana battar stressga tushirib, o'z tanasini ham qisib hamma ichki a'zolarini bu qisilishda bu boradi. U doktorga boradi, bu qisilishda bu doktorga boradi. Qisilib turgan holatdan qo'yib yuborishning o'rniga bu ichida mana shu faoliyatni o'ziga bo'lgan bahosi, samotsankasi tushib hayratda yuraveradi. Hattoki qon bosimi ko'tarilib, keyin ma'lum bir davrga borib turib insult holatlariga tushayotganini ham ko'ryapmiz. Shuning uchun nima qilish kerak deganda, tashqarida kurashish emas, gormonal fon, estrogen, estradiolni biz normalizatsiya qilish mashg'ulotlarimiz bor. Ana shuni siz o'zingiz badaningizdan, praktikangizdan o'tkazganingizdan keyin sizda ayollik nafisligi, ayollik latofatligi, ayollik go'zalligi tashqarida ham, teringizda ham, ko'zlaringiz, ko'z qorachiqlaringiz o'zgara boshlaydi. Sizni qarashingiz o'zgaradi. Ana shunda sizni oldingizdagi erkak, sizni oldingizda turgan farzandingiz, sizni yoningizda turgan ota-onangiz, yaqinlaringiz sizni ko'rib, bu qanday ichkaringizdan sizdan taralayotgan yoqimlilik ularni sizga bo'lgan munosabatini oshiradi. Nimadan? Ular menga ishongani uchun keyin meni ishonchim oshadi emas. Siz o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgargandan keyin, hissiyotlaringiz o'zgargandan keyin sizga qaragan odam keyin sizga qaraydida, bu ancha baxtiyor, ancha o'zgaribdi, ancha tanasi normaga kelyapti. Endi bunday taroziga qo'ying. Siz o'zingizni borib, o'zingizni majburlab, sport zalga borib, o'ynab, sakrab, lekin uyga kelganingizdan keyin miyangizdagi tarakanlar yana qilaversada, yana borasida ovqatni keyin kamaytiryapsiz. Ham betdan siqyapsiz o'zingizni, ham miyadan siqyapsiz. Ham sport zalda o'zingizni ezyapsiz, ham uyda hali. Bu degani tanangizda nima aybi bor degan savol paydo bo'ladi. Avval miyadagi ana shu kelishmovchiliklarni uyg'unlikka keltiring, keyin mazza qilib o'zingizni ovqatingiz o'zi ehtiyoj qolmaydi sizda. Ko'p ishga. Miyangizni normalizatsiyaga keltiring, sizda o'zi harakatga ehtiyoj tug'iladi. Qiyingiz keladi bir narsalarni. Jismoniy mashqlar. Undan tashqari ginekologicheskiy ma'lum bir mashqlar bor. Ularni berib, ham qon tomirlar, ham biologik faol nuqtalarni normalizatsiyaga keltirish imkoniyati bo'ladi. Shunday ekan, gap nimada? Gormonda. Gap nimada? Gormonal fonni sozlash uchun esa munosabatlar bilan ishlash kerak bo'ladi. Ana, agar yo'q, bu yana uzoq qolib ketyapti desangiz, men ildiziga olib boryapman. Siz esa uzoqlarda yuribsiz, periferiyada. Qancha odamlar ana shu faqat tashqarisi bilan olmalarni har kuni, har xil dorilar bilan emas, ildizidagi qurtni, o'sha ildizidan borayotgan kasallikni tozalasa, ana shunda maqsadga muvofiq bo'ladi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni albatta yozing. Keyingi videolarda qanaqa mavzularda yana ochsak bo'ladi? Qanaqangi sizda qiziq temalar bor? Ana shu haqida ham yozing. Biz faoliyatimizni qilayotgan ishimizni tanamiz bilan qanaqa ta'sir qilishimiz mumkinligini natijalar bilan ko'rsatib berishimiz mumkin, lekin natijagacha bo'lgan jarayonda sizni quntingiz, sizni mehnatingiz, sizni albatta faolligingiz lozim bo'ladi. Hammangizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, ana shu o'zini tashqaridagi ana shu asoratlar bilan kurashib o'tirgan tanishlaringiz bo'lsa, ularga bir o'rtoqlashing, ular ham ko'rib, balki o'zini ichida bir savol paydo bo'lar yoki qandaydir savollarga yechim paydo bo'lar va albatta qadamba qadamlik bilan yondashish lozim. Ko'rishguncha.